Assalomu alaykum Madina. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda gapirib bera olasizmi? Podka Hunterga qanaqa qilib kelib qolgansiz? Xo'p, Instagram orqali zaявka qoldirib kelganman. Birinchi meni o'qishim borligi uchun ishga olishmagan. Keyin Jaloliddin akam meni ishga olganlar. Bo'pti. Oldin nima ish qilgansiz shunda? Oldin hech qanaqa ishda ishlamaganman. O'qigansiz. Qayerda o'qiysiz? Jurnalistika universitetida kechki ta'limda o'qiyman, 2-kurs. Nima uchun sotuv menejerligiga ishga kirmoqchi bo'ldingiz? Chunki sotuv menejerlikda bitta sotuv menejer bo'lib qotib qolmaysiz. Bu yerda o'sish bor. Ya'ni har bir etap chiqib ko'tarilib, oyma-oy maoshingizni ham ko'tarsangiz bo'ladi va siz qancha harakat qilsangiz, shuncha yaxshi daromadga chiqasiz. Bu yoqqa kelganingizdan keyin nimalarni o'rgandingiz? Xo'p, bu yerda boshida qanaqa noldan kelgansiz, a? Hunterda o'zi o'qitishdi. Xuddi shunday, sotuvda umuman tajribam bo'lmagan va Hunter akademiyada o'qib, rupladan pulni sotuv qanaqa etap, ehtiyojni qanaqa aniqlash, hammasi bo'yicha o'rganib, keyin haqiqatan sotuvni o'zim bemalol eplaydigan bo'lganman. Madina, hozir siz qancha pul topasiz? Xo'p, men o'zi qancha harakat qilsam, shuncha yaxshi pul topaman. Chunki o'qishim borligi sababli ham men vaqtliroq ketib, shunaqa o'qishimga ham ozgina fokusimni qarataman. Hozircha daromadim $500-600. Demak, siz ham o'qib turib, ham ishlab turib $500-600 pul topasiz. O'zingizni talaba o'rtoqlaringiz necha pul topishadi ishlaydigan? Xo'p, yarim stavkada ishlaydigan sizga o'xshab. Yo'q, lekin boshqa men talaba o'rtoqlarim hali ko'rmadim. Aynan qiz bola mana shuncha ham o'qib, ham ishlab $500-600 topadigan talaba bironta o'rtoqlarimni ko'rganim yo'q. Demak, talabalarga tavsiya qilasiz sotuv menejerligida. Xuddi shunday, sotuv menejerligida qancha fokusingizni qaratib, shuncha ishlasangiz, shunga yarasha, mehnatingizga yarasha pul topasiz. Ya'ni bu yerda o'sish ham bor. Bo'ldi, zo'r. Unda hozir Hunter akademiyasiga kelib o'qimoqchi bo'lganlarga shu yoqqa kelib o'qish tavsiya qilasizmi? Nimaga tavsiya qilasiz yoki nimaga tavsiya qilmaysiz? Birinchi o'rinda vibe bor. Chunki bizda shunchaki boshlig'imiz ham shunchaki ish sifatida qaramaydi, alohida, ya'ni haqiqatan jamoa bor bu yerda, birdamlik. Masalan, bizda yangi ishchilar ham keladi-da, ko'radi, jamoani vibe-ini ko'radi-da, bu yerda shunchaki nima deydi, bizni boshliq deganda shunaqa deb tasavvur qilardik, anaqa gapirmaydi deb tasavvur qilardik deydi-da. Bizda unaqa emas. Haqiqatan kelishib birdamlik bor. Tanimaydigan odamingizga ham, yangi kelgan ishchiga ham "Qalaysan, yaxshimisan?" deb sразу kelgandan уже salom alaykum boshlanib ketadi, уже jamoaga kirishib oladi. U kelgan yangi уже ishchi yoki o'quvchimiz bo'lsa ham, jamoamiz iliq ularni kutib oladi. Bu joyni kesib ularni kutib oladi. Kutib oladi. Ustozlar to'g'risida nima deya olasiz? Ustozlarimiz haqiqatan jon jahdi bilan уже faqatgina bu yerda ishingiz bo'yicha emas, umuman o'zingizni haqiqatan yaxshi pul topishingiz uchun ham harakat qiladi. Sizni kelajagingizni o'ylaydi. O'zingiz bilan individual shug'ullanadi ustozlarimiz haqiqatan. Bo'ldi, rahmat. Faqat tugatishimizdan oldin bitta savolim bor. Sotuv menejerligini o'rganayotganingizda nimalarga qiynaldingiz? O'sha to'g'risida ham aytib bering. Qiynalgan joyingiz bo'ldimi, keyin uni qanaqa yengib o'tdingiz? Boshda men o'zi xarakteriga insonni o'zini xarakteri bo'ladi. Ya'ni men birinchi odam bilan sразу chiqishib ketmayman. Keyinchalik zo'r chiqishib ketaman. Shuning uchun ham boshda odamlar bilan sal chiqishish qiyin bo'lgan. Atak undan keyin davom etib ketgan. Hammasi zo'r. Hozircha hech qanaqa qiyinchiliklar yo'q. Demak, introvertga tortadigan odam bo'lsa ham sotuv menejerligini evlasa bo'ladi. Albatta, bizda hozir naborot introvert odamlar sotuvni уже yorib tashlayapti. Bo'ldi, rahmat kattakon.